Eron qizil chiziqni kesib o'tmoqda. Tramp. Xameneiga o'lim. Erondagi namoyishlarda 500 dan ortiq kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Rossiya armiyasi Ukrainaga qarshi Geran 5 dronlaridan foydalana boshladi. Bizga nima qilish kerakligini o'rgatma. Kuba prezidenti Trampga murojaat qildi. Harbiylar Trampga Eronga zarba berish bo'yicha variantlarni taqdim etdi. MIT. 800 milliardlik Ukraina rejasi Tramp xavfsizlikni pulga almashtiryaptimi? Eronliklarga tez orada chetdan yordam keladi. Rizo Pahlaviy. Eron qizil chiziqni kesib o'tmoqda. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronga AQShning harbiy yoki tijoriy obyektlarga hujum qiladigan bo'lsa, Eron misli ko'rilmagan darajada kuchli zarbalarga duch kelishini aytdi. Bu haqda 12 yanvar kuni jurnalistlar bilan muloqotda ma'lum qildi. Trampning so'zlariga ko'ra, agar Eron bunday hujumni amalga oshirsa, AQSh shunday kuch bilan javob beradiki, Tehronga bunday ishonish ham qiyin bo'ladi. U Washington ixtiyorida juda kuchli va qat'iy choralar mavjudligini ta'kidlagan. Prezident shuningdek Eron qizil chiziqni kesib o'tayotganini bildirib, AQSh bu holatga javob berish variantlarini, jumladan harbiy choralarni ham ko'rib chiqayotganini aytgan. Qayd etish joiz, Trampning dag'dag'alari fonida Eron prezidenti Pezeshkian xalqqa murojaat qilib, norozilik bildirayotgan fuqarolarga iqtisodiy islohotlar davom etishini va mavjud muammolar hal qilinishini va'da qilgan. U mamlakatdagi tartibsizliklarni tashkil etishda AQSh va Isroilni ayblagan hamda fuqarolarni tartibsizliklarga qarshi ko'chalarga chiqishga chaqirgan. Xameneiga o'lim. Erondagi namoyishlarda 500 dan ortiq kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Eronda hukumatga qarshi namoyishlar vaqtida halok bo'lganlar soni 500 nafardan oshdi. Bu haqda 11 yanvar kuni AQShda joylashgan Hrana inson huquqlari tarmog'iga tayanib Associated Press xabar berdi. Manbaga ko'ra 8 yanvardan buyon Eron hukumati mamlakat bo'ylab internetni to'liq o'chirib qo'ygani sababli axborot oqimi keskin cheklangan. Blokirovka 70 soatdan ortiq davom etmoqda. Mamlakatdan ma'lumot olish asosan Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasi orqali amalga oshirilmoqda. Uning aytishicha, Eron hukumati ilk bor namoyishlarni bostirish jarayonida dronlardan foydalanib, havodan kuzatuv orqali norozilik bildirayotganlarning shaxsini aniqlamoqda. Shu sababli halok bo'lganlar va hibsga olinganlarning aniq sonini belgilash hozircha imkonsiz. OAVning ta'kidlashicha, kuch ishlatar tuzilmalarning harakatlari tobora shafqatsiz tus olmoqda. Bu namoyishlar avvalgilardan keskin farq qiladi va hukumat uchun kutilmagan bo'lgan. Ayrim hollarda shifoxonalar ham xavfsiz emas. Yaralangan namoyishchilar kuch tuzilmalari tomonidan olib ketilishi mumkin. Ko'plab holatlarda esa halok bo'lganlarning jasadlari oila a'zolariga qaytarilmayapti. Eron bo'ylab ommaviy norozilik namoyishlari 2025-yil 28 dekabrdan beri, ya'ni 15 kundan buyon davom etmoqda. Internet o'chirilgani va xavfsizlik kuchlarining qattiq choralariga qaramay, Tehron va boshqa yirik shaharlarda minglab odamlar ko'chalarga chiqmoqda. Namoyishchilar qozon tovoqlarni urib